Buyuk Britaniyada 2000 yillik tarixga ega xazina topildi. Mutaxassislar tomonidan arxeologik vaqt kapsulasi deb ta'riflangan ushbu xazina eramizning 1-asrida, ya'ni Rim imperiyasining Janubiy Britaniyani zabt etishi davrida ko'milgan deb taxmin qilinmoqda. Topilmalar orasida kamida 7 ta 4 g'ildirakli arava va 2 g'ildirakli jang aravasi qoldiqlari bor. Bu Britaniya temir davri uchun nodir topilmadir. ByteDance kompaniyasi asoschisi Chjan Yimin endilikda Xitoyning eng boy odamiga aylandi. Bloomberg milliarderlar indeksida uning boyligi joriy yilda 13,6 milliard dollarga oshib, 57,5 milliard dollarga baholanganini qayd etgan. Osiyoning eng boy odamlari ro'yxatida Chjan Yimin endilikda hindistonlik tadbirkor Mukesh Ambani va Gautam Adanidan keyingi 3-o'rinni egallagan. Chjan Yiminning asosiy boyligi ByteDance texnologik kompaniyasidagi ulushiga bog'liq. ByteDance TikTok va Douyin kabi mashhur platformalarga egalik qiladi. AQSh prezidenti Donald Trump ma'muriyati muhojirlarni yanada qat'iy tekshirishga qaratilgan kengroq harakat doirasida ba'zi shaxslar, jumladan rasmiy tasdiqlangan qochqinlar tomonidan topshirilgan Green Card arizalarini ko'rib chiqishni yashirincha to'xtatdi. Manbalarga ko'ra, AQSh fuqarolik va immigratsiya xizmati yaqinda qochqin yoki boshpana izlovchi maqomini olgan muhojirlar tomonidan topshirilgan qonuniy doimiy rezidentlik arizalarini ko'rib chiqishni to'xtatish bo'yicha rasmiylarga ko'rsatma bergan. Kishinyov sudi Gagauziya muxtoriyati rahbari Yevgeniya Gutsolni 20 sutkaga qamoqqa olish haqida qaror chiqardi. Prokuratura Gutsolni 30 kunga qamoqqa olishni so'ragan, ammo sud ushbu muddatni qisqartirdi. Gutsolning advokati Sergio Mararuning aytishicha, uning himoyasi ostidagi shaxs hech qanday huquqbuzarlikka yo'l qo'ymagan. Prokuraturada esa uni hibsga olish uchun qonuniy asos bo'lmagan. Himoya hukm ustidan shikoyat qilish niyatida. Daniya hukumati ayollar uchun majburiy harbiy xizmatni joriy etmoqda. Unga ko'ra 18 yoshga to'lgan daniyalik ayollar 2025-yilning iyul oyidan boshlab harbiy xizmatga chaqirilishi mumkin. Qolaversa, Daniya qurolli kuchlari shtabining amaldagi boshlig'i Michael Hildgaard ham ushbu chora mudofaa uchun zarurligini ta'kidlagan. Qayd etilishicha, dastlab daniyalik ayollar 2027-yildan boshlab harbiy xizmatga chaqirilishi rejalashtirilgan edi. Xuddi shu qarorda majburiy harbiy xizmat muddati 4 oydan 11 oyga uzaytirilgan. Ayni paytda ayollar Daniya qurolli kuchlarda faqat ko'ngilli asosda xizmat qilmoqda. Joriy yilning 30-iyunidan boshlab Rossiya Federatsiyasida migrantlarning raqamli profilini joriy etish boshlanadi. Qayd etilishicha, u yagona identifikatorga ega bo'ladi va kelgusida qog'oz patentga muqobil hujjat bo'lishi mumkin. Biroq bu o'zgarishga oldindan tayyorgarlik ko'rish zarur. Ayni paytda taxminan 640 ming migrant mamlakatda noqonuniy ravishda bo'lib turibdi va xorijliklar reyestriga kiritilgan. Germaniyaning Mercedes avtomobili ishlab chiqaruvchisi xodimlarga ixtiyoriy ravishda ishdan bo'shash uchun katta miqdorda pul taklif qilmoqda. Ma'lum qilinishicha, bo'lim rahbari kompaniyani tark etishga rozi bo'lsa, 500 ming yevrogacha, menejer 300 ming yevro, uncha katta bo'lmagan stajga ega oddiy xodim esa 100 ming yevro olishi mumkin. Xabarga ko'ra, inqiroz tufayli Mercedes Germaniyada bir necha ming ish o'rnini qisqartirmoqchi. Qayd etilishicha, ishdan bo'shatish nafaqalari dasturi 1 yilga mo'ljallangan, ammo eng katta miqdorni 31-iyulgacha ishdan bo'shaganlar oladi. Keyin to'lovlar kamayadi.